Hech qanday mikser va duxovkalarsiz o'sha mazali Matilda tortini yumshoqqina qilib tayyorlaymiz. Ushbu mega shokoladli tortni 10 yoshli qizlarimiz ham bemalol tayyorlay olishadi. Demak, 3 ta tuxumga shakar solib, venchikda oppoq holatga kelguncha ko'pirtirib olamiz. Fermamizda oilangizga taqdim qilingan pyure milk sutlaridan solamiz. Yetarlicha o'simlik yog'idan solib aralashtirib olamiz. Endi quruq massalar, un, kakao va razrixitelni elakdan o'tkazib olamiz va bir xil massaga kelguncha yaxshilab aralashtirib, teng 3 qismga bo'lib olamiz. Endi quruq tavamizni yog'lab olib, massamizni solamiz va o'rta olovda 10-15 daqiqadan qopqog'ini yopib pishirib olamiz. Endi shokoladli krem tayyorlab olamiz. Eritib olingan sariyog'ga kakao, sugushonka solib aralashtirsak, kremimiz tayyor. Endi har bitta korjimiz ustiga shokoladli krem surtib chiqamiz. Ortiqcha bezaklarsiz ham ko'rinishi ideal holatda bo'lgan mazali Matilda tortimiz tayyor bo'ladi. Juda ham yumshoq va mazali, asosiysi juda ham tezda tayyor bo'ladi. Siz ham albatta ushbu tortdan tayyorlab ko'ring va ushbu retsept yoqimsa yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Oling siz ham yeb ko'ring.